Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Uzbek. Xo'sh, bugun part 2 CapCut qanday qilib kreator bo'lishni men sizlarga o'rgataman hozir. Part 1 ni meni profilimda ko'rishingiz mumkin, sizga qoldirib qo'yaman. Bu part 2 da biz qanday qilish va sizga beradigan maslahatlarimni aytaman. Xo'p, qanaqa qilib kreator bo'lish kerak? Xo'p. CapCut o'zi sizga aytish mumkin. Ya'ni nom yuboradi o'zi. Yoki ikkinchisi, siz bunda bu kodni tersangiz chiqadi mana narsa. Qanaqadir silkaga o'xshaydi. Bunga kirsangiz, yangi sahifa ochiladi. Sahifa ochilgandan keyin bunday tushsangiz, applying now bo'ladi. Shunga bosasiz va u yerga o'zingizni basic ma'lumotlaringizni kiritasiz. Ism, familiya shunaqa narsalar so'raydi. Xo'p, kiritganingizdan keyin 3-4 ta videoni ham joylashingiz kerak. O'zingiz edit qilgan yoki link so'raydi. Yoki buni so'raydi. Xullas, shu videoni joylagandan keyin uni CapCutga jo'natasiz va jo'natgandan keyin siz CapCutga isbotlashingiz kerak. Sizning talentingiz bor. Ya'ni edit qila olasiz. Men boshlang'ich editor bo'lsangiz ham, lekin siz bemalol anaqasiz bo'ladi. Boshlang'ich bo'lsa ham bo'ladi. Xullas, xo'p, bu ketdi. Edit bo'ldingiz. Siz o'sha kreator bo'ldingiz. Endi sizga 3 ta maslahatim. Birinchisi, har doim oddiyroq va sifatliroq video qiling va hammadan ajralib tursin. Ikkinchisi, trendlarda har doim qarab boring. Qaysi trend ketyapti, nima bo'lyapti, shularni bilsangiz, siz o'zingizga ham osonroq bo'ladi. Va uchinchisi, iloji boricha kaltaroq, ammo mazmunli video qiling. Adashmasam, biz hozir o'zbek communityda janob o'zbek kreatorlar yo'q va siz desam ekan, shansingiz bor rekka chiqishga. Xo'p, men CapCutdan $1000 topdim. Bu $1000 ga nima qildim? Birinchisi DJ stabilizator, ikkinchisi DJ kamera. Xo'p, bu unboxing videosini keyin qo'yib qo'yaman YouTube'ga. Xo'p, bu necha oy vaqt ketdi bu pul topishimga? Adashmasam, julayda boshlagan bo'lsam, men iyun-iyulda ya'ni fokus qaratganman shu oylardan boshlab. Keyin buni o'tgan oy ham bo'lsam, hozir qaysi fevral bo'lsa, yanvar, ya'ni taxminan 9 oycha vaqtim ketgan. Men to'g'risini aytsam, men pulga qiziqib kirmaganman CapCut kreatorlikka, ya'ni kreator bo'lishga. Prosta bu hobbi bo'lgan. Oldingi videoga aytganimda, shunchaki edit qilib, ana ketyapsan, pul kelib qo'ygan. Va men sizga yana bitta maslahatim, sen pul topaman deb kirmang, chunki u sal qiyinroq bo'ladi. Edit qiling, joylang va o'zi CapCut sizni talentingizni payqasa, sizga pul to'lashni boshlaydi. Sizlarga beradigan maslahatlarim shular edi va keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar. Va follow qilishni unutmanglar. Bye bye.